Juda unchalik tansiq taomlar va kilolab go'sht mahsulotlari yemasak ham, baribir to'qchilik zamonida yashayotganligimiz haqida avvalgi suhbatlarimizda gaplashgandik. Shumbola kinosini ko'pchilik ko'rgan. Shu kinoda ikkita jo'xori va bir kosa moshxo'rda bilan yosh bolani aldab og'ir ishini qildirib olmoqchi bo'lgan bir epizod bor. Men hozir zamonni solishtirmoqchi emasman. Shunchaki ochli odamni har kuyga solishi mumkinligini, bundan esa ayrim ayyor kimsalar o'z manfaatlari yo'lida foydalanib olishlarini aytmoqchiman. Insonning irodasi kuchli bo'lishi mumkin, lekin inson ruhi to tanasi ichida mavjud bo'lar ekan, uning tabiiy ehtiyojlarini qondirishga majbur. Ochlik hissi ham shulardan biri. Balki sizda ham u yoki bu sabab tufayli uzoq vaqt och qolishingizga to'g'ri kelgandir. Bir eslab ko'ring. Shunday paytda xayolga ovqat va uni oshqozonga joylashdan boshqa jo'rayoq fikrlarni kelishi juda qiyin bo'lgan. Afsuski, bunday paytda aql ham, hissiyot ham mutlaqo boshqa tomonga qarab ishlaydi. O'ylashimcha, buni aytarlik aybli tomoni yo'q. Faqat nafs orom topgandan keyin ortiqcha afsus nadomatga berilmagan bo'lsangiz bo'lgani. Mamat shaharni birinchi ko'rishi. Ko'rmagani ma'qul edi. Qishloq choyxonasidan chiqib ketganida onda-sonda ko'ringan odam sharpasidan cho'chib, yuragini hovuchlab yetib kelgan Mamat bu yerda g'uj-g'uj odamga duch keldi. Qosh qorayib qolganiga qaramay ko'cha-yu maydonlarda qumursqaday g'imirlaydi. U yoqqa o'tadi, bu yoqqa o'tadi, qayoqqa borarkan bemahalda. Mamat hayron bo'lgandan yelkasidagi xatarli yukni ham esdan chiqarib yozdi. Esidan-ku chiqarmaydi, lekin endi qayoqqa boradi? Kuni bilan yo'l yurib, tizzasida darmon qolmagan. Tovonlari tilinib ketgandan tosh ko'chaga oyoq bosa olmaydi. Chorig'ini kiyib oldi-yu, ammo oyoq battar zirqirab og'riyapti. Raxxalta-ku tamom bo'shagan. Xurjinda la'nati qutining o'zi, biroq uning bu qadar og'irligini Mamat endi sezyapti. Buning ustiga odamlar muncha ko'p bular. Bozorga o'xshaydi. Biri u yoqqa turtib o'tadi, biri bu yoqqa turtib o'tadi. Xayriyatki, bari beparvo. Senda sariq chaqali ish yo'q. Faqat o'z tashvishi bilan shoshgan. Bo'lmasa Mamat o'zidan xavotir olaverib, asablari qaqshab ketardi. Endi ancha eti o'lib qimir etgan sharpadan xavotir olishlar kamaydi. Ba'zan hatto duch kelgan odamdan bir-ikki og'iz gap so'rashga ham jur'at qiladigan bo'ldi. Xonbolga o'xshagan bukriroq bir odamdan otash aravaning qayerdaligini so'raganda, haligi odam avval hayron bo'lib, keyin iljaygancha Mamatni boshdan oyoq kuzatib chiqdi. Stansiyami? Ha, stansiya. Bo'tda bo'lmaydi stansiya. Jalovatda bu yoqdan 4 kunlik yo'l dedi-yu, jo'nab qoldi. Ana xolos, hali ota sharafi bu yerdan yurmaskanda. Mamatning ichida allaqayerni mushuk tatalaganday bo'lib, oldinda hali bir umrlik yo'l azobi bordek tuyulib ketdi. Tatalagan ochlik edi. Lekin Mamatni hozir ochlikdan ham ko'ra yotib qolish uchun biron joy topish vahimasi bosgandi. Tun yaqin, katta notanish shahar. Choyxona o'rniga nuqul shovqin suronli qovoqxonalar, guzarlarda mast alast odamlar. Mamat bir ikkita eshikni chertib ham ko'rdi. Uy egalari shubha bilan olayib shu zahotda eshikni zanjirlab deraza qopqoqlarini tushirib oldilar. Shahar bu. Yuray desa oyog'i qizib og'riydi. Biron yopiq do'konning oldida cho'kkalab nafas roslay desa, birontasi nima qilib o'tiribsan deb surishtirib qolishi bor. Yelkasidagi ma'no tavqi la'nat bo'lmasa ekanki, surishtirganga boplab javob bersa. Yo Alloh, qachongacha og'riydi bu oyoqlari va qachongacha jon hovuchlab yuradi xuddi o'g'riga o'xshab. Biron badrafxonaning o'rtasiga uloqtirib ketsa bo'lmasmikin bu g'urbat yukni. Joni tinch, 4 tomoni qibla, taralla bedod odam qatori yurardi. Mamat birinchi marta ingrab yubordi. Choriq azob berardi. Ichi yopishib, ichagi talqonning yuqini so'rardi. Tungi ayoz ham diydirata boshladi. Chida dedi Mamat tishini tishiga bosib. Ko'chalarda odam tovshalib qolgandi. Har qadami bir jazoday. Chorig'ini sudrab ancha yurgandan keyin tun qorong'isida sal shabada bilan xiragina quvrab yotgan kultepaga duch keldi. Hammom yaqin bo'lsa kerak, go'laqxonadan chiqarib tashlangan kul issig'i tortib turardi. Bunday joy xoli bo'lmaydi, bexavotir emas albatta. Lekin Mamat keta olmadi. Iliq tortib turgan kulga kelib yiqildi-yu, bir pasda butunlay erib ketganday g'aflatga toldi. Chida deb pichirlardi uyquga ketarkan. Azonda barvaqt uyg'ongan ekan, qarasa atrofida 10-15 ta o'ziga o'xshagan yetim yesir daydi bolalar issiq kulda yumalab uxlab yotishibdi.
Ularning orasida bezorlari ham bo'ladi albatta. Ularga hech narsada bas kelib bo'lmaydi. Shuning uchun Mamat asta turib xurjunni yelkaladi-da, nariroqda mursagini do'ppisini qoqib vaqtida jo'nab qoldi. U uxlab olib sal darmonga kirgandi. Endi bir amallab nonushta qilib olish kerak. Ko'p yurmay guvlagan bozordan chiqdi. Ayni muddao, qorinni faqat bozorda to'ydirish mumkin. Qopingda nima bor deb birov surishtirib o'tirmaydi ham. Bozor o'charchilik. Chindan ham. Saribozor maydondan kirib borishi bilan ishtahani quturtiradigan har xil hidlar dimog'iga urildi. Avval murch uzri, achchiq sarimsoq va qalampir munchoq isi yoyildi. Keyin obaki chalpay, qovoq somsa, go'sht kuydi bo'y taratgan rastalardan o'tdi. Biroq bu hidlar toliqqan medani battar toliqtirardi xolos. Dallollar shovqini avj olgan gavjum joyini oralab o'tayotganda Mamat holsizlikdan gandiraklab ketganini ham payqadi. Biroq unga yiqilib qolish mumkin emasdi. U buni va yelkasidagi xurjunni har qadamda his qiladi. Bir bozorchi attorning yonboshida qizil shirasi oqib pashsha yopirilib yotgan tarvuz pochoqlarini ham ko'rdi-yu, ancha qarab turib olishga jur'at qila olmadi. Bunchalikka o'rganmagan. Boy buvasi unga sarqi yedirmasdi. Ha, boy buvaya shu yoshga borib u ham yashashni bilmaskan u Mamatga yo'l bo'lsin. Oltin yelkalab yurib ochidan o'lib ketmasa edi. Og'ilxona yo'lagidagi arqon karavotda o'tib tutishinniga zog'ora botirib yeganlari esiga tushsa, bunday xayollarni tezroq haydashga urinardi. Bu yerda bozor g'ala-g'ovurda ovqat haqidagi azobli o'ylarni haydab ham bo'lmaydi. Bari ko'z o'ngida, o'chakishganday har qadamda ro'parasidan chiqadi. G'o'zapoya bozorida qo'qon aravani laylak qilib qo'yib, soyasiga po'stak tashlab o'tirgan dehqon nonushta taraddudida edi. U xumchidagi hovuri chiqib turgan jo'xori go'jani qatiqlab barakali musulmon qoshiq bilan shunday tushira boshladiki, Mamat taqqa to'xtab qoldi. Bir ikkita shoshqaloq bozorchi bexos turtib o'tmaganda dehqonning oldida tiz cho'kadigan holatda edi. Xurjunni turtib o'tganlar hushyor tortirdi. Mamatning hov o'sha ofat yillardagidek yetimlik bardoshi birdan qaytib kelganday bo'ldi-yu, og'rigan jag'idan so'lagini artib oldinga yurdi. Yo'q, unga hozir birov bilan tanishish yo do'st orttirish qo'l kelmaydi. Dardmand topsa, yorilib qo'yishini o'zi biladi-da. Yig' bozordan o'tib beshik rastarasi ustuniga suyandi. U yog'i zargarlik edi. Hoji do'ppi kiyib cho'qqi soqoliga xina qo'ygan oyday oq yuzli zargar badavlat xaridorga choy uzatadi. Shirin suhbat orasida ular oyna tagida qora baxmalga terilgan tilla taqinchoqlarni ta'riflaydilar. Mamat bilibmi bilmaymi sal yaqinroq siljiydi. Zargarga boshqa xaridorlar ham kelib xormang bor bo'ling qilishadi. Qimmatbaho buyumlarga suqlanib suhbatlashishadi. Mamat barini ko'rib turibdi. Baxmalda shu'la sochib yotgan zulik zirak, urumcha baldoqlar, yoqutli sirg'a, tilla qosh va zeba gardonlar dam olinib dam joyiga qo'yilyapti. Xarid qiluvchilar kam. Ko'p savdolashib bosh chayqagancha ketib qolyapti. Qimmat. Mamat talpinib qo'yadi. Yelkasini bosib tushgan yukning og'irligini ham unutib, butun badani qizib o'ylay boshlaydi. Goho telbaday pichirlaydi. Xurjunimdagilar bundan qolishmaydi. Lekin men bo'lsam, bunday qimmat so'rab o'tirmasdim. Aqalli bittasini, arzimagan bittagina kanabaldoqni yarim bahosiga. Zargar do'kondan uzoqlashib ketayotgan boyvachcha sifat bir xaridorga qarab intilmoqchi edi. Oyoq ostida bir nima qirs etdi. Qarasa yangi sumak. Beshikchi tovon to'latmasdan turib jo'nab qolish kerak. Mamat bu yerdan chetlashdi, lekin zargarlik ko'z o'ngidan ketmasdi. Hoji do'ppilikini tilla tishlarini yiltillatib iljayishini eslab, Mamat ham sal jilmayib qo'ydi. Bozorning poshshosi deb o'ylaydi o'zini. Bilmaydiki, uning butun do'konini oli xurjuniga yamoq qilmaydiganlar bor. Mamat o'z yukiga ancha o'rganib qoldi. Endi mana, g'ala-g'ovurda ham qo'rqmay yuribdi. Ayniqsa hozir ko'ksida g'urur hissini sezib, nimadandir dadillanib ketdi. Faqat somsa pastlikdan kelayotgan hidlar qorin ochligini esga solib, kurakdan, umurtqadan qayerdadir ichaklar yopishgan joy so'rib og'riyapti. Boy buvaning bittagina po'paknaklagan hoji uzugini arzon garovga sotib yeyish katta gunoh emas albatta. Nasib bo'lib yetimxonaga eson-omon yetib borsa-yu, bu musibatlarni yaxshilab tushuntirsa, tengdoshlari ham uni kechirardi ehtimol. Lekin boshqa tomoni bor. U badbaxt uzukni qandoq pullaydi? Qayerdan olding? Kimniki? O'zing kimsan? Oting nima? Qayerliksan? Xurjuningda nima bor? Yo'q, chidaysan Mamat. Bu savollarga javob berishdan ko'ra har narsaga chidagan yaxshi.
Bo'riday uv solib yig'lagan yaxshi, ochdan o'lgan yaxshi. Balki o'sha yetimxonadagi go'daklar ham ochidan o'layotgandir. Bekordan bekor. Mamatning bo'lsa arziydigan sababi bor. Arziydi deb qo'ydi Mamat yuk bosib tushayotgan yelkasini sakratib. Shilini boshlagan joyi achishib ketdi. Nariroqda odamlar to'p bo'lib qalandar talqinini tinglashyapti. Shu bahona bilan shilingan yelkasiga qittak dam berish uchun Mamat ham yukni qo'liga oldi-da, juldur odamlar yoniga borib cho'kdi. Qalandar emas, shunchaki tilamchi, lekin yaxshigina mashrabxon ekan. Uzoq tebranib baytlar o'qiyotgandi. Shu baytlarni eshitib Mamat ham o'ksib, ko'ziga yosh keldi. Keyin esa yig'lab yubordi. O'ziga erk berib, yaxshi qilgan ekan. Bo'shashib, a'zoy badani ilib, yonida mung'ayib o'tirgan g'arib g'urabo o'z odamlarga yaqin ko'rinib ketdi. Ko'zini yengi bilan artib qarasa, qalandar kashkulaga tushgan bir mirini berib, yonidan o'tayotgan nonvoy bilan boshidagi savatdan non olyapti. Ikkita issiq nonni kir belbog'iga joyladi. O'sha bir mirini Mamat o'z kaftida ko'rganday tasavvur etdi. Aqalli shu qorayib ketgan baqir qo'lda bo'lsa edi hozir. Yana yig'lagisi kelib ketdi. Ichi g'o'ldirardi. Bu safar o'rnidan turish ham qiyin bo'ldi. Bo'g'inlari qaltirardi. O'zi ham bilmasdan yana o'sha zargarlik rastasiga sudralib borib qoldi. Bu gal yo'li do'konlarning ters tomonidan tushgandi. Bu yerning o'zi virsiq dunyosi bor. Yugurdaklar xushomadda, pixini yorgan dallollar xaridorning qo'lini yulib olgudek siqib silkiydi. Paranjili oyimchalar buyurtmasini so'rab kelgan. Shogirdlarning birida misqol tarozi, biri jajji qo'rachaga dam tortadi. Usta zargar angishxonadakkina qolipning kumush taqisidan ushlab, unga erigan oltinni quyadi. Nozik hilol shakldagi sirg'in dam o'tmay jaz etib piyoladagi suvga tushadi. Uni kichkina shogird darrov pardozlab ham chiqadi. Lekin hozirgina izvoshdan tushgan bir xaridorga sirg'i unchalik yoqmadi. Chindan ham yaxshi sayqal topmagan, bejilo yiltillamasdi. Mamatning qutisida bu xildagi sirg'aning shunaqa antiqasi borki, ko'zingni oladi. Solishtirib bo'larkanmi? Mamat darmonsiz tizzalari qaltirab bezovtalandi. Boyagi xaridorni muyushga imla deydi shayton. Arzon bersang indamay gumdon bo'ladi. Hay, domiris bu. Badnafslik bilan butun ishni pachava qilib qo'yish mumkin deydi Mamat shaytonga. Ishkina buzilsa bir nav joning xavf ostida qoladi bola. U butun kuch va irodasini tizzalariga to'plab orqasiga qayrildi. O'zicha keskin burilib bu yerdan tez uzoqlashayotgandek, lekin aslida oyoqlarini zo'rg'a sudrab borardi. Bozor qaynab yotibdi. Baqiriq, chaqiriq, o'g'ri, to'g'ri hamma o'z nasibasini qidirib tinmay izg'igan. Bir uzun chakmonli ishdan qat-qat belbog' tanqigan barzangi shop mo'ylov odam oriqqina kissavur bolaning qulog'idan tortib olomon orasidan chiqdi. Bola ko'karib ketgan, oyoq uchida yo'rg'alab borardi. Olomon qolmay ergashar, kim kimga xayrixoh bilib bo'lmasdi. Ikkalasi yana olomon orasida ko'rinmay ketdi. Lekin kissavur bolaning tomirlari tortishgan, kichkinagina ayanchli yuzi Mamatning ko'z o'ngida qoldi. Qulog'i uzilib chiqsa, ahvoli nima kechadi? Bozor hamon behalovat, tinimsiz. Mamatning gangigan boshi g'azabli o'ylar kelib ketdi. Kim boshqaradi bu g'alag'ovurni? Nima qaynatadi? Haliginday bag'ritosh barzangilarmi? Soqoliga xuna qo'ygan hovanaqa bo'mag'ur do'kondorlarmi? Ular muncha kerilmasa ham bo'lardi. Mamatning ularni butun bozor mozori bilan sotib olishga kuchi yetadi. Lekin u ham beorom. Bozor oralab izg'ib yuribdi-ku. Qanday o't qaynatyapti bu bozorni? Odamlarni izg'itib qo'ygan kim? Kurak suyagining ostida bir nima cho'g'day jizillab boshi aylanib ketdi. Belbog'dagi zog'ori ushog'ini kappalab og'ziga solgani kecha ertalabmidi yo o'tgan kunimi? Qayerdandir sedonali shirmon hidi keldi. Non bozordan chiqib qolmasa bo'lgani. So'rab-so'ramay qo'l cho'zishdan o'zini tiya olmasligi mumkin. Yo Alloh, iymonini salomat qil. Ko'ziga bir nimalar ko'rina boshladi. Qulog'i tak tomirdan uzilib, yuzi qora qonga qorishib yotgan kissavur bola. Yo bu o'ngidami? O'zingni o'nglab ol Mamat, yiqilib qolasan. Unda ish chatoq bo'ladi. U endi keyin kechagini bozorga solish uchun yoymachilar tomonga yurdi. Bu fikr qachon aqliga keldi, o'zi ham bilmaydi. Mayli, gap unda emas. Xo'sh, choriq-ku, hech kim qayrilib qaramaydigan narsa albatta. Gilam do'ppini ham yag'ir bosgan. Xaridor jirkanib burnini jiyirsa kerak. Egnidagi mursakchi. Ha, mana shu rahmatli momosidan qolgan kulrang mursak joniga oro kiradi. Uni yechganda yoqalari terdan qalviragan, yirtiq ko'ylakdan yelka suyaklari chiqib qoldi-yu, lekin nima qilsin?
Boshqa iloji yo'q. Yoymachilar qatoridan kaftdek bo'sh joyini topib xurjunga o'tirdi. Mursakni oldiga yoydi. "Kep qoling, yap yangi." Ovozi chiqdimi yo'qmi yoki bozor so'roniga ko'milib ketdimi, bilmaydi. Uning esini og'dirgan narsa yana ovqat hidi edi. Bu safar murchlangan, tuxum do'lmali yutangsa, qiymali lag'mon hidi keldi. Qarasa yoymachilarning ilonzi bo'lib ketgan egri-bugri sarflari lag'monbazlik muyushiga yelib keskin qayrilgan ekan. Mamat shu yerdagi odamlar o'tib turadigan bo'sh joyga o'tirib qolibdi. Nariroqda kun peshkirli yoshgina Uyg'ur yigit qulochkashlab lag'mon cho'zardi. Orqasida katta qozon sezilar-sezilmas bug'lanib biqirlaydi. Qochish kerak degan fikr keldi Mamatning ko'ngliga, lekin o'rnidan tura olmas, nimadir sehrlab qo'yganday tepasidan og'ir bosib turardi. Bu mahal uning ro'parasida yuzlari o'choq olovida qizargan haligi Uyg'ur yigit paydo bo'ldi. Mursakni ikki qo'llab olib, egniga tortib chamaladi. Uning ko'kragi keng edi. Zaifona Mursak ko'ksining yarmini ham qoplamaganini ko'rgan Mamatning hafsalasi pir bo'ldi. "Sitilib ketibdi", dedi yigit. Lekin Mursakni hamon qo'ldan qo'ymay, nimanidir chog'larida. "Qancha?" Mamatning so'ngi yuzida umid yiltilladi. "Menga pul kerak emas, Oxun aka", dedi u. "Musofirman, belbog'imga 4 ta non qistirsangiz bo'lgani." 4 ta? Nega 4 ta? Yana 4 kunlik yo'lni mo'ljal oldimi? Ha, oz bo'lsa ozdir, lekin ko'p so'ramadi chog'i. Oxun ketmadi, cho'chimadi ham. Qaytaga nima uchundir Mamatga qarab iljaydi. "Qani yurchi?" Mamatni lag'monxonaga yetaklab kirib so'riga o'tkazdi. Bir pasdan keyin bug'lanib, alomat hid burqisib turgan bir kosa lag'monni oldiga olib kelib qo'ydi. "Biz non yopmaymiz, shuni yeb ol." Shirin hidlar butun vujudini bo'shashtirgan Mamat o'zini yo'qotayotganda, Oxunning gapi qulog'iga kirganda bir talpindi-yu e'tirozini ayta olmadi. Ikki qo'li bilan sopol kosaning issiq yonoqlaridan mahkam ushlab qo'ygandi. Endi uni qo'yib yuborish qiyin. Momoning mursagi Oxun yigitning qo'lida ketdi. Ertasini unutgan Mamat ochko'zlik bilan kosaga yopishdi.